Rentaro, sizning qo'lingiz juda ham issiq. Bilasizmi, menga siz bilan qo'l ushlash juda yoqadi. Buni yaxshi ko'raman. Men har doim sizga aytmoqchi bo'lganman, lekin qila olmaganman. Men buni bilardim. Bilasanmi, nima uchun men o'shanda sen bilan uchrashishni tanladim? Xo'sh, bu juda ham oddiy. Men seni sevib qolganim uchun. Sen irodali, lekin mehribon, uyatchang va birozgina qiyin eding. Ammo bularning barchasi seni yoqimli qilardi. O'sha kuni men sevib qolgan odam Sundere Karani edi. Agar bu chin yurakdan sen bo'lishni xohlagan Karani bo'lsa, men seni butun yo'lda qo'llab-quvvatlayman va seni birdek sevish uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Menga ishonaver. Ammo o'zingni yomon ko'rganing uchun o'zgarishni xohlasang, men buni hech qachon qabul qilmayman. Men hech kimga, hatto senga ham butun dunyoda men eng yaxshi ko'rgan Karaniga past nazar bilan qarashlarga yo'l qo'ymayman. Men qaytmoqchiman. Men avvalgi holimga qaytishni xohlayman. Rentaro, men sen sevib qolgan odam bo'lishni xohlayman. Va nihoyat tayyor bo'ldi. Sundere'ga aylantirish dorisi. U buni kichikgina Anno Domini tanaffusida tayyorladi. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Karani. Yutdi. Albatta. Meni tanam. U porlayapti. Sundere dorisi Sundere'ning kuchi bo'lib xizmat qiladigan miya signallarini, aka Sundere's kuchini majburan tanadan chiqarib yuboradi. Sundere dorisi esa teskarisi ularni tanaga qayta singdiradi. Bu muvaffaqiyatli bo'ldimi? Xo'sh. Men yana Sundere bo'ldimmi? Bir tomchi ham emas.